sizlar qo'shningni so'y, dushmaningga nafratlan degan ta'limni anglagan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. Ziyonkashlik qilganlarga duo qilinglar. Shunda qilganda arishdiki otanglar Xudoning haqiqiy farzandlaridan bo'lalaysizlar. Chunki Xudo quyosh nurini yaxshilarga, yomonlarga tushirdi. Yomg'irni adolatliklarga, adolatsizlarga yog'dirdi. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar, buning qandoqmi inomga erishuvchiligi bo'lsin? Hatto insofsiz bojgirlarmi shunda qilyapmamdi? Agar sizlar do'stlaringlar bilanla salom saat qilsanglar, buning boshqalardan nima farqi? Hatto butparastlarmi shunda qildi-ku. Shunga arishdiki otanglar mukammal bo'lganidek, sizlarmi shundoq bo'linglar.